ahvolimiz she'rini o'qiganmiz. Bitta o'qiyman. Bu hozirgi muammolar bilan birga birda. Xuddi kecha yozib bo'lib qolgan. Lekin oradan 100 yil o'tib ketdi. Abdulla Qodiriy ahvolimiz. Ko'r bizning ahvolimiz, g'aflatda qanday yotamiz. Joyi kelgan chog'da vijdonni pulga sotamiz. O'g'limizga na adab, na fan, na yaxshi so'ylamak, na Xudoni buyrug'i bo'lgan ulim o'rgatamiz. Qorimiz shundan iborat bo'ldi ushbu vaqtda. O'ntadin bedona boqib, yozuqish sayrotamiz. Hamda har kun takyalarda nasha ko'knori chekib, bachchaga kokil solib, ahvoh ila o'ynotamiz. Qarimiz, boyonimiz, balki bu vaqt oqvondamiz. Nogahon ko'rsak agar bir besoqolni qotamiz. O'rtadan chiqsa agar millatni yaxshi so'yguvchi, biz ani dahrisalar to'fancha birla otamiz. Kelingiz yoshlar, ziyolilar bu kun g'ayrat qiling, uxlaganlarni agar qodir esak uyg'otamiz.